Hop, mana xonadonimizga ham kirib oldik. Bu xonadonimizni nechi kvadrat? Bu 87 kvadratlik. Bu yerda hozir to'liq santexnika montaj ishlarini qilishimiz kerak. Hop, qarang, bizani qaysi mahsulotlarimizni qiziqtiryapti? Aziyaplast bor, rossiyskiy turbalarimiz bor, Turkiyaniki bor. Bu kvartiraga Aziyaplastdan qilganimiz ma'qulroq bo'ladi. Aziyaplastdan ishlatamiz. Shuncha zaif yozsak bo'ldi. Mana shu Aziyaplastdan uni spiska qilamiz. Mana aka, spiskani ham tugatib oldik. Joyida hisoblash xizmatimizni sizga ma'qul keldimi? Ma'qul, baraka topinglar. Juda og'irimizni yengil qildinglar. Borib do'konma-do'kon yurmasdan joyida hisoblab bergan zo'r narsa o'ylabsizlar. Hop, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarga ham borib hisoblab beramiz.